Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bugun endi sizlar bilan loyihani boshlaymiz. TypeScriptda biz ozgincha bilimlarga, o'zimizga kerak bo'ladigan bilimlarga ega bo'ldik va endi buni real bitta loyihada uni ko'rib chiqishimiz mumkin. Loyihani nomini yozib qo'yaman. Ya'ni bizda buyurtmani ko'rish tizimi deyman. Biz buyurtmani ko'rish tizimini yozib chiqamiz. Bu juda qiziq loyiha bo'ladi, xudo xolisa. Biz bu loyihada nimalarni o'rganamiz? Ya'ni bu loyihada biz o'rgangan narsalarimizni yozib qo'y. Enum, read-only, keyingisi type narrowing va bizda nima bor yana? Bizda asosan shu o'zi enum, read-only va tuple ham bor ekan. Tuple ham bor. Shuncha biz o'rgangan narsalarimizni hammasini biz ko'rib chiqa olar ekanmiz. Hop, biz unda loyihani cho'zib o'tirmasdan loyihani boshlayman. O'sha loyihani degan boshlayman va o'sha bizda tayyor, hamma narsa tayyormanda va men o'sha yozishni ham boshlasam bo'ladi do'stlar. Men buni enam ochib olaman. Enamda bizda nima bo'ladi? Enamda bizda foydalanuvchini anaqasi bo'ladi, ma'lumotlar bo'ladi. Xo'p, men enam yozaman. Masalan, order status degan enam bo'ladi bizda. Order status degan enam bo'ladi. Enammi? Biz order status deymiz. Katta harflar bilan ahamiyat bering va bizda pending bo'ladi va bizda endi bo'ladi delivered bo'ladi. Delivered bo'ladi. Bu virgul bilan yoziladi. Delivered, ya'ni bizda pending kutilmoqda. Delivered yetkazib berilmoqda bo'ladi. Pending unda esa delivered. Bizda ikkita o'zgaruvchi to'plami bor. Ya'ni masalan buyurtmani holati faqat ikkita bo'lishi mumkin. Pending bo'lishi mumkin yoki delivered yetkazib beriladi bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bizda buyurtmani holati hisoblanadi va endi keyingi qadam bizda read-only foydalanuvchini biz xavfsiz qilib qo'yamiz. Ya'ni type user bizda type user bo'ladi. Sizlar id'si bo'ladi type user va bu number bo'ladi, to'g'rimi? Bizda number bo'ladi va buni biz nima qilib read only qilib qo'ysak bo'ladi. Biz buni read only qilib xavfsiz qilib qo'ydik. Va keyingisi bizda name bo'ladi va bu string bo'ladi. Bizda bu masalan bu ham xavfsiz o'zi, lekin read only chalik emas. Biz read only da faqat bu yoqda aytishimiz mumkinki type user degan yangi tur yasab olamiz va bu read-only qiymatni o'zgartirib bo'lmaslikni bildiradi. ID bizda o'zgarmas. Biz keyingi qadamga o'tamiz. Biz mana buni bundoq qilib, bundoq hashtag qilib qo'ying. Masalan, birinchi bu ikkinchi qadamimizda bizda bu ikkinchi qadam. Bu nima bu? Bizda read-only. Bizda mana esa bu birinchi qadam. Men aytgan va'dalarimni qilaman. Masalan, bu enumeration. Hop, keyingi qadam. Bizda o'sha 3-qadam bu tuple bo'ladi. Ya'ni ma'lum uzunlikdagi massiv. Ya'ni bizda bu nima bo'ladi? Type order. Bizda order details to'lazim details bizda nima bo'ladi? Bizda ikkita ma'lumot bo'ladi. Masalan, number bo'ladi birinchisi yoki bizda nima bo'ladi? String bo'ladi. Ya'ni bu bizda nima? Masalan, tushunmayotganlar bo'lsa, bu bizda bu number emas, name yoki id. Shunaqa. Id yoki name. ID yoki bundoq qo'yamiz. ID qaytadi yoki nomi qaytadi. Mana bu. Bu bizda tuple edi. 4-inchisi bizda nima bo'ladi? 4-inchisi
bizda o'sha union union men va'da berganimdan tashqari yana bittasi bor ekan, union type ham bor ekan bizda. Union type. Xo'p, bizda bu nima bo'ladi? Union type bizda ikki xil yetkazib berish orderlar bizda ikki xil turi bor. Ya'ni type deyman, order type bo'laman. Buni qilamiz va bizda ikki xil turi bor. Ya'ni pending birinchisi, pending pending emas bizda digital va bu raqamli va bizda nima bo'ladi? Ikkinchisi physical. Mana harakatli. Bu order type degani yangi tur faqat ikkita qiymatga ega bo'lishi mumkin. Digital yoki physical. Bunday qilib noto'g'ri qiymatlarni kiritishdan bizda foyda saqlanamiz va bizda bu 4-chi bu bizda mavzu bo'ladi va bizda bu 5-chi mavzu bizda type narrowing. Type narrowing bo'ladi. Ya'ni type'ni tekshirish. Xo'p, keyingisi bizda type narrowing va bizda type narrowing nima bo'ladi? Type birinchi bizda ya'ni hammasini birlashtirib olaylik. Hammasini nima qilamiz? Biz bundan oldin birlashtirish deymiz. Ya'ni osonlashtirish uchun birlashtirish kerak. Birlashtirish uchun biz nima qilamiz? Type order qilib umumiy qilib olamiz biz. Type orderda olamiz. Masalan, bizda nimada bor? Type bor. Type biz soddalashtirib olamiz. Type order bizda nima bo'ladi bu? Order type ni o'z ichiga oladi. Order type ni o'z ichiga oladi. Keyingisi nima? Keyingisi bizda status bizda nimani ichiga oladi? Order status ichiga oladi. Mana. Prosta unchalik oson, qiyin emas. Details bizda nimani ichiga oladi endi? Order detail ichiga oladi. Xo'p, men endi yana bitta tushuntirib o'taman. Bizda ikkita order bor. Ya'ni bizda ikki xil uslub desa ham bo'ladi. Ikki xil holat desa ham bo'ladi. Bizda pending bor, kutilmoqda. Delivered bor, yetkazib berilyapti. Bizda read only, bizda bu ma'lumot, bizda userimiz bor. Userimizda bizda ID'si bo'ladi. Name bo'ladi. Bizda ID'sini xavfsiz qilib read only faqat o'qish mumkin qilib qo'ydik. Xo'p, tuple bor bizda. Tuple bizda nima bo'ladi? Ma'lum uzunlikdagi massiv. Ma'lum uzunlikdagi massiv. Mana bizda nima bor? Masalan, orderimizda bizda birinchi ID'si bo'ladi, keyin string nomi keladi. To'g'rimi? Xo'p, keyingisi bizda ikki xil tipi bor orderimiz. Bu bizda ikki xil holati. Bu bizda ikki xil tipi bor. Digital, raqamli va harakatli. Va biz hammasini birlashtirib olamiz. Type order qilib bittada olamiz. Type qilib biz mana bu type olamiz. Order type. Bizda ikki xil type bor. Va biz order status mana buni olamiz. Ikki xil holati bor. Detail qilib mana biz detallarini berib qo'yamiz. Buyurtmani. Xo'p, biz endi 5-chi harakatda type narrowing qilamiz va endi biz funksiya yozishimiz kerak bo'ladi. Function bizda nima bo'ladi? Print order info deymiz. Uzun yozamiz shunaqa. Va orderga biz nima olamiz endi? Mana bu order olamiz. Mana biz endi hamma ma'lumotni bitta qilib birlashtirib oldik. Bitta qilib birlashtirib biz endi buni umumiy yozamiz. Biz bo'lmasa nima yozib o'tirishimiz kerak bo'lardi? Masalan, biz aytardikki, order type tardikda, bunday qilib biz mana order type ga tenglab qo'yishim kerak bo'lib qoladi. Bunday qilishim mumkin. Yana keyin dalshi yozib, nimadirlar yozishim kerak bo'ladi. Lekin men unaqa qilmayman-da. Men buni order deyman, prosta ichidagi orderga tenglab qo'yaman. Mana orderga tenglab qo'yaman. Ko'rasizlar, juda ham bu shunaqa chiroyli tuzilgan va qiziqarli chiqyapti degan umiddaman. Xo'p, men endi buni aytaman, tekshiramiz. Biz type narrowing ketyapti. Agar order bizda nima? Birinchi bo'lib nima tekshirar ekanmiz? Bizda type tekshiramiz. Agar type teng bo'lsa, digitalga bizda type ikkita ko'rasizlar. Mana type bizda primoy bizda order type dan kelyapti. Type ikkita. Agar digitalga teng bo'lsa deymiz.
digitalga teng bo'lsa deymiz. Biz aytamiz console log hop, bu ko'proq hop, raqamli raqamli deymiz va raqamli buyurtma. Bizda raqamli buyurtma, mana raqamli buyurtma va bu bizda bundoq olamiz va bu order detailga teng bo'ladi. Order detailsga teng bo'ladi. Bu bizda birinchi ichiga olinadi. Va bu holati deb biz buni bundoq qilamiz. Holati deb holati qanaqa holatda? Biz buni ham hali beramiz. Hozir biz nima qilyapti bu deb o'ylamaydi. Holati bizda qanaqa bo'ladi? Bu bizda bundoq qilamiz. Yana shuni biz skobkaga olamiz va order va bu bizda status bo'ladi. Status berib qo'ydik. Va else bo'ladi. Else bo'ladi va biz buni log deymiz. Yana xuddi endi buni bundoq qilamiz biz. Bundoq qilamiz. Ctrl C ni bosib, biz kopировать qilib bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Paste qilib va bu bizda уже raqamli emas, bizda bu уже jismoniy buyurtma bo'ladi va bu order detail ham birinchisi va bizda xuddi shunaqa holatda bo'ladi do'stlar. Hop, endi men amaliy buni уже back test ko'raman. Hop, mana endi uni sinab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, men birinchi user yaratib olaman. User va bu userdan keladi. To'g'rimi? Const user va userdan keladi. Men bitta teng kesibda userdan keladi. Men yemasam men new user qilsam bo'ladi. New user hozircha new user qilsam bo'ladi. Va buni id'si menda birinchi id bo'ladi. Name menda masalan Habibulloh bo'ladi. To'g'rimi? Habibulloh bo'ladi. Keyingisi mana endi nima yarataman? Birinchi order yarataman. Const order ichiga oladi. O'zini order ichiga oladi. Va bunga men nima deyman? Order ichidagi hamma ma'lumotlarni berib chiqaman. Type bo'ladi. Nima bor type? Bizda qanaqa type'da? Bu digital, to'g'rimi? Keyingisi. Menda nima keyingisi? Hop, status. Qanaqa statusda? Qanaqa holatda? O'zi status menda bu status order status. Ya'ni order status deganda mana buni nazarda tutilyapti. Qana ichidagi ma'lumotlari order status bizda delivered ga teng, to'g'rimi? Masalan, delivered ga teng. Mana endi yana bitta ma'lumot bor ichida. Shu ma'lumotni ham bersam, shu bilan bu yerda ishimiz tugaydi. Details bor. Bitta yana nima bor details ichida? Mana endi detailsga, mana detailsga chiqamiz qani. Hozir orderda details bor, to'g'rimi? Order details. Mana order detailsga chiqaman va men bu ma'lumotni number yoki string berishimiz mumkin. Ya'ni biz mahsulotimizni nimaligini, id'sini beramiz. Birinchi mana 101 id'si bo'ladi. Nomi ham shu menda xato ketdi, chunki men Apple'da berib qo'yganman. Mana shunaqa holat bo'ladi. Masalan, diqqat kitobi bo'lsin. Menda shu bo'lsin. Masalan, digitalda diqqat kitobi bo'la olmaydi. Masalan, aytishim mumkin. Test kursi. Masalan, praktikum kursi. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Hop, men endi nima qilaman? Keyingisi. Menda xuddi shunaqa yana men bitta order yarataman, faqat bu order bundan farq qiladi. Order bir bo'ladi bu. Mana order ichiga oladi, bu digital bo'lmaydi uje, physical bo'ladi. Mana shunga kelib noqilamiz-da hozir. Noqilamiz, physical bo'ladi. Mana order delivered bo'lmaydi. Menda uje order menda uje pending bo'ladi. Mana pending bo'ladi va bu menda kurs. Uje bu kurs menda kurs bo'lmaydi. Uje menda diqqat kitobi bo'ladi. Bu id'si 1-2 bo'ladi. Xo'p, men buni yaratib oldim yana. Endi men uni print order info, ya'ni men bitta tekshirib olish kodi bilan men uni
birin ketin hammasini tekshiraman. Digital bo'lsa raqamli buyurtma deb men uni raqamli buyurtmaga o'tib yuboraman. Agar u boshqacha bo'lgan bo'lsa, aks holda boshqacha bo'lib ketaveradi do'stlar. Print deyman. Print order info. Men order beraman. Order beraman. Va keyingisi menda print order info. Men order 2 ni beraman. Birinchi keling order 2 deyman. Order 1 ni beraman. Birinchi keling mana buni biz kontrol so'rab qo'yamiz. Kontrol J ishlab ko'rish uchun test not bizda amaliyot 1. Mana do'stlar, alhamdulillah bizda ma'lumot chiqdi. Raqamli buyurtma. Men buni raqamli buyurtmaga qilganman, chunki nimaga? Chunki type menda digital. Type'ga qarab turib men buni bo'lib yubordim. Digital bo'tdi va bu praktikum raqamli buyurtma praktikum kursi holati delivered, ya'ni yetkazib berilyapti, deyapti. Tushunasizlarmi? Bizda уже qanaqa narsalar qilib tashlamiz. Bittani 4-5 dars o'zida. Mana endi mana buni qilaman. Buni mana endi kontrol so'roq qilaman. Mana endi men bunda test deyman. Bu endi уже nima chiqadi? Endi уже mana jismoniy buyurtma chiqadi. Diqqat kitobi holati pending, ya'ni kutilmoqda bo'lib turibdi do'stlar. Bizda ana shunaqa biza unaqa fokinishterlarni qilib tashlamiz уже bu zo'r baribir. Shu biza bitta modulda o'tgan har bitta mavzuyimizni bittadan ko'rib chiqishga ham urgurdik do'stlar. Ko'rasizlarmi? Yana ham bor. Men loyihani ustida ancha o'ylandim. Qanaqa loyiha qilaman, qiyin bo'lib ketmasmikan deb va men bu loyihani topdim. Mana bu yerda hamma yana ham bor. Redolli, type narrowing, tuple, union type, hattoki har bittasi bitta ishlagan. Bizda order holati bor. User yaratib oldik. User yarata olmadik. Userni просто bizda tiplar qo'ydik. Qanaqa holatda bo'lishini va tuple bor bizda order ikkita holati, orderlar bizda ma'lumot joyda turadi, ya'ni qanaqa ma'lumot IDs keladi va nomi bo'lishi kerak. Union type bizda order type, ya'ni bizda ikkita xil, ya'ni jismoniy va raqamli typelar bor. Va order hammasini birlashtirib qo'ydik. Type bizda order type bo'ladi, status order status bo'ladi, detail bizda detail bo'ladi, to'g'rimi? Biz endi buni bunaqa order qilib qo'yamiz. Orderga, print orderga bizda order bo'lib ichida argumentini orderga, mana bu orderga tenglab qo'yamiz biz. Orderga tenglab qo'yamiz va ichidagi hamma ma'lumotlarga bizda уже biz tayyorlaymiz. Ya'ni order deganmiz, order bunga mana bunga teng, to'g'rimi? Biz order type nima? Type mana bunga teng. Type ichida type bor. Bu type esa bunga teng. Bu type'da bizda nimalar bor? Digital yoki physical. Bizda mana shu bir-biriga qarab bog'lanib, type'lar bir-biri bilan bog'lanib, bizda digital, ya'ni raqamli bo'ldi. Raqamli bo'ladigan bo'lsa, raqamli buyurtma qilib, men order detail qilib chiqazib beraman. Order detailda bizda nima bor? Order detail, order detail ichida bizda num detailsda bizda ya'ni ma'lumoti bor. Ya'ni ma'lumotni bizda qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va holati order status. Order statusni ham biz o'zimiz berib qo'yamiz va buni o'zimiz mana o'zi qo'lda kiritamiz, detallarini qo'lda kiritamiz. Statusni ham biz qo'lda kiritib qo'yamiz. Va buni jismoniy buyurtma bo'lsa, aks holda jismoniy buyurtma deb biz buni aytib qo'yishimiz mumkin. Va yangi biz user yaratdik. Ya'ni mana shu user Habibulloh useri kirdi. User deb kirdi, mana user yangi user yaratildi va bu order berdi. Ya'ni order bo'ldi bizda bu type digital raqamli type bo'ldi. Ya'ni biz order ichiga oldi deyman, order qarang. Bu order mana bu order ichiga oldi. Ya'ni ichidagi ma'lumotlar bu tepaga qarab ketyapti. Tushunasizlarmi? Masalan, oldi va buni ichidagi hamma ma'lumotga javob berish kerak. Type qanaqa? Digitalmi? Statusga. Status qanaqa? Order delivered yetkazib berilyaptimi? Details qanaqa? Praktikum kursimi? Bo'ldi. Bizda mana ichidagi ma'lumot mana bir deb qo'yganmiz. Bu ham ichidagi ma'lumot ekan. Buni olib qo'yganimizda bizda xato chiqadi. Biz bir deb qo'yib buni ma'lumotini, ya'ni bittagacha bizda ko'rsatishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Shunaqa bizda bugungi loyihamiz shunaqadan iborat edi. Biz yana keyingi darsimizda literal type to'g'risida gaplashib o'tamiz va u ham juda ham zo'r mavzu, lekin mana bu loyihani qayta yozib ko'ringlar va tushunishga harakat qilinglar. Har xil ChatGPT bor, endi har xil sun'iy intellektlar bor. Shu nima bo'lyapti, nima ishlayapti, qanaqa ishlayapti, hammasini ko'ringlar do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.